Ayni paytda Andijon viloyatida Respublika ishchi guruhi faoliyati tashkil etilgan bo'lib, hududlarda yuzaga kelgan muammolarning ijobiy yechimini ta'minlash, aholi turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha samarali ishlar tashkil etilgan. Jumladan, O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va uning viloyatdagi filiali vakillari tomonidan manzillarda o'rganish ishlari olib borildi. Aholi bilan yuzma-yuz uchrashuvlarda ularni qiynab kelayotgan muammolar ham yuzaga chiqdi. Ayniqsa hududlarda suv ta'minoti bilan bog'liq bunyodkorlik ishlarini tashkil etish, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish borasidagi masalalarning ijobiy yechimi ta'minlanmoqda. Ishchi guruhi tomonidan shuningdek, aholini ijtimoiy himoya qilish, muhofazasini ta'minlash, ayniqsa turmush sharoitini yaxshilash borasida ham xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Buloqboshi tumanidagi Buyuk Turon mahalla fuqarolar yig'ini Islomobod ko'chasida yashovchi Odinaxon Ahmedovaning oilasiga amaliy yordam ko'rsatish ishlari boshlab yuborildi. O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bosh mutaxassisi O'ktamjon Saidov hamda Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati vakillari ushbu xonadonda bo'lib, vaziyatni o'rgandilar. Tan olish kerak, oilani kambag'allikdan farovonlik sari olib chiqish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Shu bois aniq reja ishlab chiqildi va hozirda xonadon uchun birinchi galda muhim bo'lgan oshxona qurish ishlariga kirishildi. Shuningdek, boshqa amaliy yordam ko'rsatish jarayoni davom etmoqda. Respublika ishchi guruhining bu kabi sa'y-harakatlari hudud infratuzilmasini yaxshilash va aholiga qulay turmush sharoitini yaxshilashga ko'maklashmoqda.